Bundan bir necha kun avval Yoshlar ovozining YouTube sahifasi orqali Isroilda yirik yong'inlar bo'layotgani va bu mamlakat tarixidagi eng kattasi bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergan edik. Isroil hukumati bu yong'inlarni hali hamon bartaraf etolganicha yo'q. Mamlakatni qurshab olgan olov kengayib bormoqda. Isroilda milliy favqulodda holat e'lon qilindi. Yong'inlar asosan Tel Aviv va Quddus o'rtasidagi o'rmonli hududda sodir bo'lmoqda. Hozirda kuchli shamol olovni poytaxt tomon olib ketishdan xavfsirashmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra 23 kishi turli jarohatlar natijasida shifoxonaga yotqizilgan. Benyamin Netanyahuning aytishicha, haddan tashqari issiqlik va kuchli shamol tufayli vaziyat yanada yomonlashishi mumkin. Isroilda yong'in atayin tashkil etildi degan versiyalar ilgari surilmoqda. Arutz Sheva nashri xabariga ko'ra 18 kishi o't qo'yishda gumonlanib hibsga olingan. Mustaqillik kuni munosabati bilan o'tkaziladigan aksariyat tadbirlar to'xtatildi. Kuchli tutun tufayli Quddusdagi birinchi magistral transport harakati uchun yopib qo'yildi. Odamlar esa o'z mashinalarini yo'lda tashlab qochib ketgan. Hozirda olovni o'chirish uchun 119 ta o't o'chirish ekipaji, 10 ta o't o'chirish samolyoti va 1 vertolyot safarbar etilgan. Kan nashriga ko'ra 17 nafar o't o'chiruvchi jarohat olgan. Isroil bor kuchini G'azoni bombardimon qilishga sarflar ekan, yong'inlarni bartaraf etishga kuchi yetmayapti. Buni tashqi ishlar vaziri Gideon Saarning boshqa davlatlardan so'ragan yordamidan ham anglash mumkin. Saarning so'zlariga ko'ra Argentina, Fransiya, Italiya, Buyuk Britaniya, Ispaniya, Portugaliya, Ozarbayjon va bir qator davlatlardan Isroil yordam so'ragan. Javob tariqasida bu mamlakatlarning aksariyati yordam kuchlarini yubordi. Bir necha oy avval AQSh, endi esa Isroil o'z tarixidagi eng yirik yong'inlardan birini boshdan o'tkazmoqda. Ular ham xuddi Falastin, Livan fuqarolari kabi sarosimaga tushmoqda. Mashinalarni tashlab omon qolish ilinjida qochishmoqda. Xo'sh, sizningcha bu shunchaki tabiiy ofatmi yoki uyushtirilgan reja? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz voqealar rivojini kuzatib boramiz. Yoshlar ovozida qoling.